Perisic ichkariga. Lewandowski, Müller, zarba, gol! Bavariya! 4-daqiqadayoq mana shunday shiddatli. Boshqa hozirgi kunda hech kim kerak emas. Alba! Va avtogol! Qanday drama! Alaba! Nabri, ajoyib pas Perisic. Yana bir uzatma. Yo'q, bu zarba edi. Ivan Perisic zarbaga aylangan bo'lishi mumkin. Mana bu bugun. Mana bu yerda tezlik hal qilishi mumkin. Tezlikda Nabri o'tib ketdi. 3-1. Bavariya himoyani yorib tashlayapti. Shunchaki shunaqangi Nabri ammo zarba berishga noqulay edi. Kimmich ikkinchidan bag'ishladi. Nimalar bo'lyapti? Nimalar bo'lyapti? Suarez yaxshi fint zarba! Ana boshlandi. Ana boshlandi. Uslubini Flik tushundi. Qarang bu Davisni. Qarang qanday yorib kirib, qarang qanday golni u sovg'a qilyapti Kimmichga. Hozir Bavariyaning ikkita qanot hayajonlanganidan bu yiqilib tushdi. O, Lewandowski. Coutinhodan ideal uzatma va Robert Lewandowski o'zining hoppa, bu endi hammadan o'tib tushdi. 7-gol. Shu bilan yana to'xtayotgani ham yo'q ba'zi. Shu bilan yana 8-chi. Uzr so'rayapti.